Surxondaryo viloyati Termiz shahar bo'yicha ishtirok etyapman. Shu kungacha 35 ta kitobni o'qidim, 50 ta kitobni ichidan. Qattiq tayyorlandim, ko'p kitoblar o'qidim, kichik detallarga ahamiyat berdim. Prezidentimiz tashabbusi bilan tashkil etilgan yosh kitobxon tanlovi yosh o'quvchilarga juda katta imkoniyatlar beradi. Bizga berilgan kitoblar juda ham qiziqarli ekan va ulardan men juda ham ko'p narsalarni o'rgandim. Bu kitoblar meni dunyoqarashimni, fikrlashimni o'zgartirishga yordam berdi va men shularni hammasini o'qib chiqqan natijasida mana men katta ballni qo'lga kiritdim. Yosh kitobxon tanlovi bu juda ham qiziqarli tanlov ekan. Maqsadim final bosqichida qatnashib, birinchi o'rinda olish, ota-onamni xursand qilish.